Sizlar umuman bilmagan ma'lumotlardan biri shu tuyani o'rkachi bo'ladi, mana tuya. Qo'toqni yebsiz. Endi shu bilmaganimiz tuyani urkachi qoluvdi. Hamma olim, bilimdon, qo'toqbosh endi hozir bizga tuyani urkachi nimaligini o'rgatadi. Qani eshitamiz. O'rkachi $1000 dedingizmi shuni? Xuddi shunaqa $1000. Bu ham mashkacha onangizga xuddi shunaqa sudda poterpevshi bo'ladi-ku. Mana u gandon seni urganmidi desa, xuddi shunaqa deydi. Bu pidarazam bilan $1000 deb oddiy bir iste'molga deyarli noyaroq bo'lgan narsani $1000 deb oddiy xuddi shunaqa deb sotyapti. Yo'lni bo'yiga qaranglar, e'tiborlaringga qaranglar, yo'lni bo'yiga bechoralar tuyani ilib qo'ydi. Bu yo'lda onangizga jalab ham turmaydi. Lekin tuyalarni qatar qilib boylab qo'yib, shag'alib yotib ko'ryapsizlar, yonda shag'alan turibdi. Eshitamiz mashinaniki. Turishi 100 grammi 100 ming. 100 grammi 100 ming so'mdan chiqadi. Buni foydali taraflari zo'r. Ha, eshitamiz, bir gandon yo'lni chetida mashkacha bilayotgan tuya sotyapti. O'sha insonni bilimini hozir o'zimizga haligi olamiz. Qani bu olim tashoq qo'toqbosh nimani bilar ekan? Bizga tuyani yurkachini foydali taraflarini aytyapti. Bu dietologmi, xo'jologmi, pidarologmi bilaydi. Bilmaymiz, ko'zi mukkillab turibdi. Chista mashinnik bilan kursalaring bajarasiga urib tuflab hech kim ko'rmagan joyda uringlar. Eshitamiz. Tuyani yurkachi nimaga foyda? Olim tashoq berdi. Bu haligi nima desa bo'ladi? Avvalambor farzandsizlikka o'ta katta davo. Gapni piz boshladi. Avvalambor Xudo demoqchi bo'ldi, gandon lekin siraz gap burvordi. Avvalambor deyapti, bu farzand yo'q bo'lsa deyapti, paydo qilar ekan. Qo'taga kesib tashlagan bo'lsa-chi. Pizdes, hamma mashinniga qiladigan ishi sizni slabo tochkangizni ushlash. Kimdadir bala bo'lmasa, mana shu hozir tuya urg'achidan hozir qo'toq o'tirmagan akalar borib yeb o'tirmaylar axir. 8 tonna yesangiz bilan qo'toq o'tirib qolmaydi. Farzand yo'qlarga deyapti. Ko'rasizlarmi? Tonki joydan ushla. Mashinnikcha eshitamiz dalcha. Buni kesib turib, qo'y go'shtini singari jizza qilib, jizzasini yeb, yog'ini surkaydigan bo'lsa, Pidarazi gapini eshitdilaringmi? Buni eritib turib, jizzasini yeb, yog'ini surkaydigan bo'lsa, tasavvur qiling. Tungi soat 11lar siz ishdan kelyapsiz. Jo'rangiz bilan tuyani yog'ini olib urib o'tiribdi. Pidaraz bilak. Harom qiliqlaring bo'lasani, bor narxda o'ynaydi. Gandon nima qilyapsan siz? Tuya yog'ini kag'batib. Pidaraz bu boku. Biror bir meditsinada ko'rmadikki, birorta bir doktor aytmayman, tuya urkachi. Aptekaga borib onangizga sildenafilcha bering desangiz, nima qilasan uka sildenafilni? Ili Viagrani. Bor onangizga bilan tuyani yog'ini ye demaydi-ku. Bu mashinnik bilan yo'lni bo'yiga boylab eshakga shuni sotyaptimi? Xuy o'znaydi bilan. juda ham katta shifo bo'ladi. Bu yerda hozir 12 kilo. Gap yo'q. Pidaraz gapi eshitdilaringmi? Nima foyda bo'ladi desa, bu yerda hozir 12 kilo deyapti. Bu sikib qo'ygan. Bu onangizga aynimasdan sotish kerak bu kuchli go'shtini bilan. Tuya sutini ichgani kelganidek. Tuya sutini ichgani kelibdi. Bu tuya suti ham bir katta mashinniklar. Onangizga galla pidarazlar shu tuya suti, unisi yaqinda bir gandon chiqib bular kuchli spermasi polezna desa, ko'chada kuchli qolmaydi bular. Hamma kuchini drachit qilib o'tiradi. Tuya sut ichgan kelgan ekan, go'shtini ko'rib qopti. Shuni ko'radi, tiqib yorib, dalboyoblarga foydali bo'lsin deb reklama qilib yubordi. Bu yerda ko'rdik, tuya so'yishgacha, tuya go'shtlari ham bor ekan, 150 ming so'mdan 1 kilosi. Mashina sizlarga bitta ma'lumot o'rnini aytyapman. Mashina $1000 ekan. Nima qilaylik endi? Dalboyobga o'xshab borib olaylikmi endi? $1000 ekan deb. Gapini narsa yemanglar qo'y bilaydi. Bu oq tanlilarga aytayman. Bilasizlar, shuni yog'larini ham sotishadi. Endi misol mana o'zimizni Andijonda ham tuya yetishtirib, tuyani so'yib, go'shtlarini ham sotishyapti ekan. Qoyil. Sikishadi ancha-anchasiga dedik. Chem boshqa joyda ele sikib ketgandan shu o'zimizniki siksin deyapti-da, bratlar. Молодец. Gap yo'q. Lekin bu bola pidarazga va turishini qaranglar-da, kuchukka o'xshab turibdi, tivar bilaydi. Qanday ko'rsangiz, savdogar basharasi shunday bo'lish kerakmi? Chista mashinnikcha biladi. Bu yerda kuchini so'yib maydalab tashlagan bechorani biladi. Tuyasi go'shti zo'r ekan, suti zo'r ekan. Shu tuyani ziyonli joyi shu bitta qo'tog'i bo'lsa kerak. Shu yilmayapti hozirgi kunda. Boshqa tuyani yog'dan olib kelib drashit qilaylik, onasi ketdiga.